nega ota-onalar chetga yuborishga qo'rqishadi qizlarini? Bu ota-onani qo'rquviga 100% to'g'ri deb qarayman. Haqiqatan ham oson emas. Hecham bu yoqda xavfsiz joy emas. Bu dasturga kelish uchun qancha pul sarfladingiz? O'zi bor yo'g'i hisoblasam $200 ketgan ekan. Baholar ko'rsatkichi qanaqa bo'lsin? 85 balldan oshishligi kerak. Bosqichi haqida gapirib bering. U qaysi tilda bo'lgan, qanaqa bo'ldi? Doimo chagi-sogi qismi tushadi doimo. O'zingni tanishtir deydi. Bunga 100% bo'ladigan yaxshilab tayyorlanib turish kerak. Tibbiy ko'rik qanaqa bo'ldi? Qanaqa tekshiruvlardan o'tdingiz? Bir kunda o'z ishimiz bitgan. Koreyaga kelmoqchi bo'lgan qizlarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Bitta anaqani hozir haqiqatni ochaman. Ingliz tili yo'nalishida kirsa ham siz o'qishni bitirayotganingizda kamida top 4G darajangiz bo'lishi kerak. Chetga ketib qizlar o'zgarib ketadi degan fikr kelib qolgan. Va bu narsaga siz muhit ta'siri deb o'ylaysizmi yoki tarbiya natijasimi deb o'ylaysizmi? Ular yomonligidan emas, bu ularning tabiatidan. Assalomu alaykum. Bugun Hayalek podkastining navbatdagi sonini efirga olyapmiz. Bugungi mehmonimiz Oypopok. Assalomu alaykum. Hayalek podkasti obunachilariga hammalaringizni ko'rib turganimdan xursandman. Demak, ismim Oypopok. Hozirda Koreyaning Kangwon Milliy universitetida magistratura bosqichida o'qiyapman va bundan tashqari Telegramdagi Oypopok Koreya nomli blogni ham yuritib kelaman. Qisqacha bir-birimizni tanishimiz haqida gapirib bera olasizmi? Albatta. Ya'ni magistratura o'qishlari boshlanganda biz bitta guruhga tushganmiz. Ana shu guruh orqali demak o'qib kelyapmiz. Ya'niki bizlar kursdoshimiz. Nega aynan chet elda o'qishni tanladingiz? Chet elda o'qish menimcha har bitta qizning orzusi bo'lishi kerak. Xuddi shu kabi o'zimda ham aynan uydagilar tilni o'rganish jarayonimda bir kuni yoki Amerika yoki Koreya ketasan deb juda ham ko'p ruhlantirish berishgan va mana shu orqali ham men chet elda o'qishni xohlaganman. Rahmat. Hozirda siz JKS studenti bo'lib Koreyaga kelgansiz. Bu JKS o'zi qanaqa grant? Shu haqida to'laqonli javob bera olasizmi? Albatta. JKS granti meni fikrimcha bu Koreyadagi eng zo'r va qizlar uchun ham, aynan yigitlar uchun ham yoki faqat o'qishni o'ylab keluvchi talabalar uchun eng to'liq qoplanadigan grant turi hisoblanadi. Meni ham mana shu jihatdan bu e'tiborim tortgan. Sababi bunda nafaqat kontrakt pulingizdan ozod qilinasiz, balki stipendiya beriladi sizga qo'shimcha. Undan tashqari hamma sug'urta to'lovingiz ham hammasi o'zini ichidan va undan tashqari ham biletlaringizgacha, borish kelish biletlaringizgacha ular to'liq qoplab berishgani uchun bu juda ham zo'r imkoniyat deb o'ylab mana shu grantga harakat qilishni boshlaganman. Rahmat. Hozirda siz kontrakt va kundalik xarajatlaringizga ham bu grant orqali shunda qoplayapsizmi? Albatta, chunki bu grant hisobida kontrakt turadi. Undan tashqari oylik har bitta talabaga o'ziga mos bo'lgan demak stipendiya beriladi. Mana shunda o'sha stipendiya orqali men bemalol Koreyada yashash xarajatlari, masalan, deylik, alohida tursam, alohida yoki yotoqxonada tursam, yotoqxona xarajatlarini qoplash, undan tashqari bemalol hattoki yaxshilab ishlatadigan bo'lsa sayohatlargacha ham yetadi bemalol. Ya'niki 1 yil til kursida o'qilsa, sug'urta puli ozod bo'ladi. Undan keyin magistraturada agar boshlasangiz, shu stipendiyangiz hisobidan sug'urta uchun alohida pul tashlanadi va o'shani hisobidan to'lashlaringiz mumkin. JKS granti bu Global Korean Scholarship hisoblanadi, ya'niki Koreyadagi eng katta grantlardan biri hisoblanadi. Rahmat. Navbatdagi savol, hozirda sizni faqat JKS granti bergan stipendiyadan tashqari yana sizni kim moddiy tomondan ham qo'llab turibdimi? To'g'risini aytsam, bakalavr payti o'qiganimda unda ham grant o'qirdim va shunda ham lekin kurslarim uchun uydagilardan yordam olganman, lekin asta-sekin o'zim o'quvchilar o'qita boshlagani va undan tashqari Koreyaga aynan mana shu JKS grantini yetib kelganimdan keyin men uydagilarimdan boshqa pul so'ramay qo'ydim va lekin bilaman, agar qanaqadir yordam so'raydigan vaziyat bo'ladigan bo'lsa, albatta ular yordam berishadi, lekin men o'zim ya'ni to'liq mustaqil bo'lish rejimiga o'tganim uchun mana shunaqa yo'ldan ketyapman. Rahmat.
hozirda demak onlayn ishlayapsiz, to'g'rimi? Mhm. Onlayn ishlayotgan bo'lsangiz, ham o'qib, ham ishlash sizga qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Yo'q, menimcha uni ya'ni dars o'tishni o'zim aslida yaxshi ko'raman va bu yoqda darslardan ortib bemalol vaqtingiz bo'ladi. Men ya'ni GKS grantini qo'lga kiritganim uchun ham menda moddiy erkinlik bor va qolgan vaqtimni esa yana mana shunaqa ilmga sarflashni xohlayman. Ya'ni o'quvchilar o'qitish jarayonida ham o'zim ko'proq o'rganganim, yanada moliyaviy jihatdan rivojlanganim uchun mana shunaqa ikkita, ya'ni o'qish va hayot balansini olib ketish men uchun ham o'qitish balansini olib ketish men uchun qiyin emas. Rahmat. Shuningdek, hozirda Koreyada juda ham ko'p ko'radigan ba'zi holatlar bor. Bu albatta ko'ngilni g'ash qiladi, lekin shunaqa bo'lsa ham so'rab ko'rmoqchiman. Ba'zi qizlar uyga pul jo'natishadi. Sizningcha bu qanchalik to'g'ri deb hisoblaysiz? Men o'ylayman, o'zi har bitta o'qiyotgan qiz yoki o'qiyotgan yigitga oilasi tarafidan alohida erkinlik berilishi kerak. Ya'ni uni vaqti, o'zini topayotgan puli o'zini shaxsiy rivojlanishiga ketishi kerak deb o'ylayman. Mayli endi yigitlarda ko'proq vaziyat qanaqa bilmadim, lekin qiz bolani jamiyat oldidagi birinchi burchi o'qimishli bo'lishligi, o'zini anglashligi. O'shaning uchun ham aynan qiz bola majbur degan fikrga qo'shilmayman, lekin agar o'zidan ortadigan bo'lsa, o'shasi oila a'zolarini xursand qilish maqsadida yuborishsa bo'ladi, lekin bu majburiyat degani emas. Xuddi shu tarzda masalan o'zim ham agar yaxshi ishlarim zo'r rivojlanadigan bo'lsa, boshqa paytlarda o'zim bayram paytlarida oilamni xursand qilish uchun ma'lum miqdorda pullar yuborishim mumkin, lekin bu hech qachon bu narsani ular ham majburiyat deb hisoblashmagan, men ham shunaqa majburiyat deb hisoblamayman. Ya'niki siz buni shunchaki bosim deb bilmasdan, qanaqa bosim emas. Motivatsiya deb qaysidir ma'noda ko'ra olasiz. Xuddi shunday. Hozirda sizda IELTS yoki TOEFLingiz bormi? IELTSdan darajam yo'q, lekin TOEFLdan 6 deb, ya'ni eng yuqori daraja egasiman. Yaqinda ham yangiladim bu anaqani, TOEFL imtihonni. Rahmat, tabriklayman. Navbatdagi savolimiz, Koreyada faqatgina IELTS bilan yoki TOEFL daraja bilan o'qish qanchalik oson yoki yashash oson deb hisoblaysiz? Chunki ko'p qizlarda faqatgina ingliz tili sertifikati bilan kelib, yashasam, o'qisam bo'ladi deb o'ylaydi. Bu fikrga siz qanday qaraysiz? O'zim tajribamni aytadigan bo'lsam, misol uchun o'zim ham koreys tili, ham ingliz tilini bilaman va bunda ikkita tildan ham sertifikatlarim bo'lgan. Lekin Koreyaga kelib shuni bildimki, ingliz tilidan ham ko'ra baribir koreys tilidan sertifikati bo'lishi juda ham ko'p ustunliklarga olib kelar ekan. Undan tashqari masalan kundalik hayotda ham siz koreyslar bilan muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, ularning ko'pchiligi siz bilan koreys tilida gaplashadi, ya'ni o'zini ona tilisini talab qilishadi. Lekin ingliz tilidan ham agar qo'shimcha sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, bu masalan sizga ish topshirishingizda ustunlik berilishi mumkin. Lekin koreys tilidan baribir ham bo'lishligi buni shart deb o'ylayman. Ya'niki kundalik hayot uchun juda ham zarur. Endi keling, qanday qilib mana shu GKS grantiga topshirdingiz? Bu jarayonlar qanaqa kechdi? Shu haqida to'liqroq, batafsilroq ochsak. Birinchi savolim, bu dasturga kelish uchun qancha pul sarfladingiz? Qanday harakatlar qildingiz? Birinchi navbatda qancha pul sarflaganingiz? To'g'risini aytsam, uncha pul ko'p ketmagan. Hozir bizlar o'zi gaplashib turganimizda, o'zi bor yo'g'i hisoblasam $200 ketgan ekan deb aytayotgandim. Chunki bizda GKS grantiligi uchun bu yoqda masalan oddiy universitetlarga topshirsangiz, ularda baribir ham admission fee olinishi mumkin, lekin bu GKS uchun hech qanaqa to'lov olinmasdi. Faqatgina shu viza to'lovlari, viza agar GKS chiqqandan keyin viza to'lovi yoki apostil qilish hujjatlaringizni ana shularga umumiy ketadi. Masalan, $200 yoki $300 bo'lishligi mumkin. Maksimal ketadigan bo'lsa, endi misol uchun men mentorlik xizmatidan ham foydalanganman. O'shalarni ham hisobga olganda $200 ketgan. Ya'niki mentorlik xizmati bu GKS grantiga tayyorlanish uchun yordam beradigan mentorlik xizmati bo'lgan. Keyin bundan tashqari siz hujjatlaringizni apostil qildirish uchun ham sarflagansiz. Keyin ularni offlayn Koreyaga universitetingizga jo'natish uchun ham pul sarflangan va apostil qildirish uchun
alohida Ha, sarflanadi. shunaqa sarflanadi. Bor yo'g'i shular uchun sarflagansiz. Keyin viza uchun to'lov Ha, qilgansiz viza faqat. uchun oxirida chiqqandan keyin to'lov qilinadi. Hozir bu kishi aytib o'tdilar, admission fee dedi. Ya'niki bu agar siz oddiy kontraktga topshiradigan bo'lsangiz, Koreyaga onlayn ariza qilib topshirish uchun ham chet elga pul to'lanadi. Bu har bitta universitetda har xil bo'ladi, lekin GKIS granti bilan topshirsangiz, buning uchun siz hech qanaqa to'lov qilmaysiz. Bu hammasi tekin hisoblanadi. GKIS uchun asosan hujjatlaringizni yig'ish, uni agar offline jo'natish bo'lsa, jo'natishga va apostol qildirish, viza uchun pul sarflashingiz mumkin. Shunda siz hech qanaqa konsalting bilan kelmagansiz. Shunday. Va shu yerda juda ham muhim savol bermoqchiman. Juda ham ko'p qizlar o'ylaydiki, faqatgina muammoning yechimi konsalting orqali yetishi mumkin deb o'ylaydi. Ya'ni chetga kelish faqatgina shu narsa bilan amalga oshishi mumkin deb o'ylaydi. Bunga siz qanday fikr bildirasiz? O'zingizning tajribangizdan kelib chiqib. Men o'ylayman, agar tilni yaxshi biladigan bo'lsa, o'zi ozroq izlanuvchan bo'ladigan bo'lsa, bu hech qanaqa konsaltingga masalan hojat ham qolmaydi. Shaxsan o'zim tajribamda ham mentorlik xizmatidan to'g'ri foydalanganmiz, lekin unda ham qanaqa qilib qayerga hujjat topshirish yoki o'zlari topshirib berish emas, yo'l yo'riq hujjatlarni tayyorlashda yo'l yo'riq ko'rsatishadi, masalan study plan, personal statement yozishda, lekin hech ham ya'ni boshqa narsalarni o'zlari bo'yniga olishmaydi. Va bu narsani masalan hozir YouTube'larda ham juda ham ko'p masalan podkastlar bor yoki umuman olganda sun'iy intellekt orqali ham juda ko'p narsalarni bilib olsa bo'ladi-da. O'shaning uchun ham men o'ylayman, inson o'zi izlanuvchan bo'lsa, hech qanaqa konsalting uchun hojat qolmaydi va yana ham o'zini tanlovi bo'yicha qilishlik kerak. Lekin meni masalan tanlovim bu o'zi ozroq izlanib ko'rishligi va mentorlikdan masalan foydalanishligini tavsiya qilaman. Agar juda ham qo'rqsa, faqat mentorlikdan foydalanishi afzalroq deb xuddi shunaqa. Shu narsani men ham aytib o'tmoqchi edim. Shaxsan o'zim ham konsalting firmasiz kelmaganman. O'zim hujjatlarimni noldan o'zim qilganman va bu narsa sizga qanaqa afzalliklar beradi? Birinchi navbatda moddiy tomondan tejaladi, juda katta summa tejaladi. Ikkinchisi esa har bitta hujjatni o'zingiz qilganingiz uchun mas'uliyatini ham o'zingiz olasiz va o'zingizdan keyingi keladigan insonga ham o'zingiz bemalol yordam bera oladigan darajaga chiqasiz. Shunaqa. Keyin yana bitta narsa, hozir sun'iy intellekt juda ham rivojlanib ketdi va ko'p kishilar sun'iy intellektdan shunchaki ko'chirmachilik sifatida to'g'ridan-to'g'ri ko'chirishni maslahat bermayman. U yerdan siz qanaqadir fikr, ideya olishingiz mumkin, lekin to'laqonli o'zingizning shaxsiyatingizdan kelib chiqib qilishingiz kerak. Chunki Koreyada har bitta hujjatlaringiz tekshiriladi. Bu qanchalik sun'iy intellektdan foydalandingiz yoki foydalanmaganingiz. Mana shu narsani e'tiborga olishlaringizni aytib o'tgan bo'lardim. Men ham boya nazarda tutganim sun'iy intellekt, ya'ni aynan yo'l yo'riq, qaysi hujjatni masalan tayyorlashim kerak, nimalar kerak bo'ladi degan qismida, lekin hech qachon men tavsiya qilmayman personal statement yoki study planlarni to'liq ko'chirib olishingiz kerak emas. Chunki ular bittada aniqlaydigan, Koreyada bilasiz, texnologiyalar o'zi juda ham zo'r. O'shaning uchun o'zingizning mehnatingiz bo'lishligi kerak u narsa. Lekin qolgan masalan yo'l yo'riq bu qanaqa bo'ladi, u qayerga topshirish kerak, batafsil ma'lumot olishgina uchun izlang, lekin hech qachon bu ya'ni ko'chirmachilik yo'q, sizga ish bermaydi. Shunaqa. Navbatdagi savolimiz study plan bilan personal statement. Ya'ni study plan bu o'qish rejasi, personal statement bu shaxsiy bayonot hisoblanadi. Mana shu narsalarni siz o'zingiz qanaqa qilib yozdingiz? Shu haqida ozgincha to'xtalib o'tasiz. Tushunarli. Study plan o'zi birinchi personal statementdan boshlamoqchiman, ya'ni shaxsiy bu xat bo'ladi. Ya'ni o'zini nimaga aynan mana shu grantga topshirmoqchi bo'lgani, ya'ni o'zini masalan qanaqa tajribasi bo'lgan shu grantga kelishdan oldin. Men o'zim tajribamda aytadigan bo'lsam, men butun ya'ni maktab davridan boshlab aynan tillarni o'rganishimdan boshlab, ya'ni bakalavr paytini bitirishgacha bo'lgan o'zimni hayot yo'limni, ya'ni mana shu akademik yo'limni bitta qilib, bitta hikoyaga sig'dirib bera olganman va mana shu uchun ham meniki tanlanib oldi deb o'ylayman. Chunki juda ham ko'p mehnatim ketgan, u uchun ancha kunlarim ketgan, bitta har bitta gapimni o'ylab yozganman. Juda ham siz diqqatini ushlab turishingiz muhimda, chunki odam o'qiydi-ku uni ham. Ana shunaqa tarzda, ya'ni siz tilni bilishingiz va qanaqa yutuqlaringiz bo'lganligi o'sha yerda, undan tashqari nima uchun aynan sizni tanlashliklari kerak, o'zingizni sohangiz bo'yicha nimalar qilgansiz shu yerda, aniq dalillar bilan kiritish kerak bo'ladi.
keyin study planda bo'ladigan bo'lsa, u Koreyaga ketgandan keyin nasib agar siz tanlashadigan bo'lsa, sizni nomzod sifatida qanaqa yo'nalishda o'qimoqchisiz, rejalaringiz nima oldinda? Misol uchun universitetga kirgandan keyin mana shunaqa fanlarni tanlayman. Bitta siz u yerda havodan olib yozmaysiz. Universitet saytiga kirgandan keyin masalan professorlar hammasi berib qo'ygan. Bularni tanlaysiz, darslaringizni taxminiy tanlab, mana shu darslarni o'qimoqchiman, rejam bo'ladigan bo'lsa, bunaqa tillarni o'rganish rejam bor yokida sayohat qilib Koreya madaniyatini to'liq o'rganish rejam bor tarzida aytib chiqasiz. Yana bitta narsa menga ustun bergan deb o'ylayman, ustunlik. Ya'ni men hamma tayyor sertifikatlarimni gap orqali study plan personal statementda terib chiqqanman. Mana shunaqa qilganman deb o'sha sertifikatni nomini ham yozib, hikoyam ichiga kiritib kelganman va sertifikat turganligi uchun ham, aniq dalil turganligi uchun ham meni hikoyam ishonchli chiqqan. Ya'niki har bitta fikrga aniq isboti bilan sertifikat bilan berilgan. Shunaqa. Shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchi edim, chunki ko'p kishilar sertifikat muhim emas deb o'ylaydi. Chunki ozgincha o'zimizda sertifikatni qadri pastroq ko'ringani bilan, lekin Koreyada har bitta hujjat bu juda yuqori baholanadi va bu sizni o'sha sohada yoki o'sha nimadan olgan bo'lsangiz ham darajangizni qay darajadagi ekanligini isbotlab beruvchi hujjat hisoblanadi. Keyin yana bitta narsa qo'shimcha, faqatgina o'zingizni sohangizga oid emas, Koreyada shaxsiyatingizni ham qay darajada inson ekanligingiz va Koreyaga kelib o'zingizni bitta shaxs sifatida eplab keta olishingiz yoki keta olmasligingizni ham, masalan, o'sha hujjatlaringizda har xil volontyorlik bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, qanaqadir qo'shimcha sertifikatlar bilan to'ldirish yana ham yaxshi. Shaxsiyatingizni ham ochib berish. Bu study plan bilan shaxsiy bayonotni yozayotganda. Keyingi juda ham yana bir muhim hujjatlardan biri bu tavsiyanoma hisoblanadi. Siz tavsiyanomani o'zingiz kimdan olgansiz va qanaqa qilib yozgansiz? Tavsiyanoma ham haqiqatan ham juda muhim va e'tibor beringlar, aynan darajasi yuqori bo'ladigan, masalan, aynan ustoz bo'ladimi, PhD darajali odam bo'ladimi, mana shunaqa insonni olishga harakat qilishimiz kerak, professormi. Meni o'zim ham shu bakalavr o'qiyotgan paytimda o'zimizga yana dars o'tadigan, PhD darajasi qilayotgan ustozimizdan olganman va u ustozimiz o'zlari men uchun alohida yozib berganlar bu narsani, lekin ko'pchilik ustozlarning aynan vaqti uncha ko'p bo'lmaganligi uchun ba'zi payt o'zing yozda menga olib kelgan holatlarim bilan hech qisi yo'q. Xuddi ana shu ustozni nazaridan yozayotgandaqa o'zingizga xolisona adekvat baho bergan holatda o'zingiz ham yozib o'sha ustozga bemalol qo'l qo'ydirib shunaqa tarzda yuborsangiz ham bo'ladi, lekin iloji boricha tavsiya beraman o'zlari yozib berishliklarini. Aynan sizni qaysi kuchli tarafingizni anglagan, o'qitish jarayonida nima qobiliyat bor, haqiqatdan ham shu yaxshi nomzod bo'la oladimi deb bergan tavsiyalari juda ham katta ta'sir qiladi bu narsaga. Va faqat ustozlardan emas, masalan, o'sha sohangiz bo'yicha ishlaydigan joylaringiz bo'lishi mumkin. Ana shuni boshliqlaridan ham olib qo'ysangiz, ya'ni bitta emas, faqatgina ikkita uchta yuborsangiz ham u juda ham sizga ustunlik taraflari bo'ladi, lekin minimum bitta. Keyin agarda mana shu narsa joyini ham aytib ketay, agarda siz tavsiyanomani o'zingiz yozib boradigan bo'lsangiz, buni birdaniga professorning yoniga yoki kimnidir dekanning yoniga olib bormasdan avval katta o'qituvchilarga tekshirtirib, keyin olib borsangiz yaxshi. O'shanda darajasi yuqori ham bo'ladi va ular qo'l qo'yib berishi ham ehtimol yuqori bo'ladi. Chunki qo'l qo'yib bersa, ularning nomidan ketadi va u har bitta hujjatga javobgar shaxs bo'lib qoladi. Uni to'g'ridan to'g'ri yozib, shunaqa olib borish xato narsa. Avval tekshirtirib, ishonch hosil qilgandan keyin olib borishda maslahat beramiz. Shunaqa. Keyingisi qo'shimcha sertifikatlaringiz ham bormidi? Albatta qo'shimcha sertifikatlarim ham bo'lgan. U ham aytaman, maktab paytidan boshlab men hech qaysi bir sertifikatimni yo'q, bu bo'lmaydi demaganman. Har bitta nimaga erishgan bo'lsam, masalan, kitobxonlik bo'ladimi, zakovat bo'ladimi, ikkinchi, uchinchi o'rin bilan farqi yo'q. Meni shu darsdan tashqari ham, bakalavrdan tashqari ham aktiv talaba bo'lganligimni bilan anaqa qilsin degan tarzda hamma sertifikatlarim 7 tacha, adashmasam 8 tacha bo'lganda hammasini berganman. Hattoki shu darajada masalan onlaynda sertifikatlar beriladi-ya, siz har xil misol uchun konkurslarda qatnashasiz. Ularni ham erimasdan tarjima qildirib, ana shularni ham qo'shganman. Chunki u ham bildiradiki, sizni masalan bekor yurmaganingiz, aynan shu ustunroq nomzodligingizni. O'sha uchun ham albatta kerak, lekin masalan bo'lmasa ham juda ham xavotir olmanglar. Muhimi asosiy talab qilinadigan masalan study plan, personal statement
ya'ni topik darajangizga qarab ham, sohangizni zo'r bilishingizga qarab ham yutsangiz bo'ladi. Lekin baribir ham menimcha o'ylayman, u GKSga o'zidan o'zi odam topshirmaydi. Hammasi ko'pchiligi aynan filtrdan o'tgan talabalar, koreys tili biladi. Ularda menimcha sertifikat bo'lmasligini ham o'zi iloji yo'qda. Shuning uchun ikkita uchta bo'lsa ham hech qisi yo'q, muhimi topshirib qo'yaveringlar. Ya'ni aynan mana shu meni oyog'imdan chaladi degan narsa bo'lishi kerak emasda. Men sababini qilaman, Alloh beradi degan tarzda bo'lsa, bu sizni kamchiligingiz bo'lib turmaydi. Shaxsan o'zimda masalan pasandachilikka qatnaganligim haqida Yo'q, sertifikat bo'lganda, chunki bu shunaqa koreyslarda fikr uyg'otadi deb berganmanki, u demak Koreya madaniyatida masalan Koreyani ovqatlari, taomlariga ham qiziqishdi. O'shani yozib ham ketganman-da, qatnaganman. Endigi navbat Koreyadagi masalan koreys taomlarini ham o'rganishni xohlayman. Shundan ham madaniyatidan yaqinlashishni xohlayman deb qo'shganman o'zimda. Juda ham zo'r qilgan ekansiz. O'sha narsani ham shuning uchun aytaman, hamma qizlarga hamma tomonlama har xil bo'lishi kerak. Masalan, o'zim shaxmatdan borganim, teatrga qatnashganim, bularni ham qo'shilganda, bitta ilm sohasida anaqa emas. Keyin volontyorlikka qatnashganlarim, bularni ham qo'shganman. Shuning uchun qizlarga doim aytaman, faqat o'zini yo'nalishda, masalan, bakalavrga kelmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni yo'nalishdagi sertifikatlar emas, istalgan turdagi faqat o'sha sertifikatlardan eng yaxshisilarni bitta-bittadan saralab olsangiz bo'ldi. Masalan, huquqdan borganim, respublikagacha qatnashilgan, o'shalar ham qo'shilgan. U sizni sertifikatlaringizda har xilligi sizni shaxs sifatida hamma tomonidan qanaqa tajribangiz borligini ochib beradi. Shuning uchun qo'rqmasdan, faqatgina o'zingizning sohangiz bilan cheklanib qolmasdan, boshqa sohadagi sertifikatlarni ham yig'ishni maslahat bergan bo'lamiz. To'g'ri. Shunaqa. Keyin juda ham ko'p kishilarda shu savol bo'ladi, og'riqli savoli, ya'niki biz GKS grantiga topshirishimiz uchun til sertifikati kerakmi, yo'qmi, majburiymi degan savol bor. Afsuski bu narsani deyarli majburiy desa ham bo'ladi, chunki avvallari mayli GKS grantida ana shu topik sertifikatsiz topshirilgan holatlar ham bo'lgan va yutgan talabalar ham bo'lgan, lekin deyarli yozilmagan qoida desak ham bo'ladi. Birinchi o'rinda baribir ham koreys tilidan darajangiz minimum tavsiya qilarim sizga 4 gip bo'lishligini va 2024 aynan biz topshirgan yilda shunaqa qonun chiqqanki 5 topik, 5 va 6 gipli nomzodlarga alohida ustuvorlik beriladi. Chunki o'ylab qaraydigan bo'lsak, masalan, topik 5-6 nimaga desak, 5-6 giplar til kursida o'qimaydi va til kursida bir yilini masalan 1 yil ularga stipendiya berishdan ozod bo'lib, Koreya hukumati to'g'ridan-to'g'ri magistraturasini deyarli boshlashligi mumkin-da. Endi bakalavr uchun ham baribir alohida o'zini yo'l yo'rig'i bor-ku, o'shaning uchun ham ko'pchilik o'zi darajasi yuqori insonlarni yutganligini ko'rganman. Kamida masalan 4 bo'lishdan boshlab. Shuning uchun ham maksimal hozirgi o'zimdan ham ko'pchilik so'rashadi-da, majburiymi, necha oladi deydi, minimum 4 qilgan. Bo'lmasam imkoning qadar 5-6 qilib qo'ya qol. O'shalarda ichidan, chunki u birinchi anaqada nomzod 5-6 gipga ham masalan beriladi degani emas. Men shunaqa insonlarni ko'rganman, 6 gipli holatda ham o'sha hujjatlar bosqichidan qaytganligini. O'shaning uchun ham lekin bu asosiy mezon, hattoki asosiy mezon IELTSdan ham ko'ra endi sohasiga bog'liq topik albatta bo'lishi kerak. Bu must do. Chunki u Koreya davlatiga va Koreyani grantini yutib kelyapti. Albatta o'sha davlatni til sertifikati bo'lishi yaxshi. Lekin o'zi GKS hujjatida majburiy tarzda til sertifikati bo'lishi kerak degan joyi yozilmagan. Bo'lishi lekin sizga yaxshi. Eng katta anaqani beradi. Ustunliklarni. O'shancha yozilmagan qoida-da bo'lsa. Keyin yana ko'p kishi so'raydi, baholar ko'rsatkichi qanaqa bo'lsin? Hozir menda bunaqa baholar ko'rsatkichim degan holatlar ko'p. O'zi qanaqa, sizda qanaqa bo'lgan va qanaqa bo'lishi kerak? Baholar albatta yuqori bo'lishi kerak. Chunki nimaga? O'sha baholarga qarab sizni ular aniqlashiga oson bo'ladi. O'zi GKS mezoni bo'yicha 85 adashmasam 100 dan 85 balldan oshishligi kerak. 85 dan lekin masalan pastlar ham bor. Ular topshirgan holatlarda ham ba'zi payt o'xshagan, lekin ularni eng minimum degan chizig'idan iloji boricha pastga tushishga harakat qilish kerak emas. Meni o'zimning holatimda 90 dan oshgan, 93 yoki 94, hozir aniqini eslolmayman, lekin 90 dan oshganligini bilaman va buni o'zi ham menga juda katta ustunlik bergan. Aynan yuqori baho
anaqa topshirganim uchun. Chunki o'zi GKS grantini mezonida yozilgan 80% dan Ha, yuqori bo'lishi kerak yuqori. deb. Shuning uchun 80% dan agar sizni niyatingiz Koreyaga GKS granti bilan yutish, o'zi umuman GKS grant emas, oddiy kontrakt bilan kelasizmi yokida boshqa grantlarga topshirmoqchi bo'lsangiz ham baholar ko'rsatkichi bu eng muhim mezonlardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun 80% dan yuqori qilishga har doim harakat qilingizlar. Bu sizga kontrakt summangizda ham masalan chegirma bo'lishiga qaysidir ma'noda o'zini hissasini yaxshigina qo'shadi. Xuddi shunaqa. Keyingisi siz hujjatlaringizni offline jo'natganmisiz yokida onlayn? Ha, endi biz hammasini offline deb yuborganmiz hujjatlarimizni. Faqatgina intervyu hujjatlarimiz qabul qilingandan keyin email orqali shu intervyu bo'lgan, intervyuni bo'lsa onlaynda topshirganmiz. Rahmat. Suhbat bosqichiga endi yetib keldik. Suhbat bosqichi haqida gapirib bering. U qaysi tilda bo'lgan, qanaqa bo'ldi? Ha, suhbat bosqichi ham endi rosa ham o'sha paytlar hozir esimga tushyapti, gapirayotib. Birinchi hujjatlarimiz qabul qilingan, tabriklaymiz, siz intervyuga o'tdingiz, mana shu kun intervyu deyapti, endi kelyapti. Maksimal shu GKS yutgan odamlardan so'rab, kontakt aloqaga chiqib, qanaqa bo'lgan, qanaqa savollar tushishligi mumkin deb so'raganmiz va tayyorlanib ham turganman. Bu qismda ancha hayajonli bo'lgan, chunki birinchi marta chet tilda intervyu topshirishim bo'lgan o'sha kuni. Koreya vaqti adashmasam, Koreya vaqti 10, O'zbekiston vaqti 6 bo'ladi-da, qishki kuni 6da o'sha undan oldin ham barvaqt turib, o'zimga rosa ham masalan yaxshi holatda, yaxshi kiyingan, rasmiy kiyingan holatda, chiroyli o'zimga qaragan holatda intervyuga kirganman. Intervyu koreys tilida bo'lgan, aynan, chunki meniki aynan koreys tilini o'qitish yo'nalishi bo'lganligi uchun ham hamma professorlarimiz koreys tilida bizdan savol so'rashgan. 4 ta 5 ta umumiy fakultetning eng yaxshi professorlari kirishadi va mana shu sizni personal statement, study planingiz o'qishadi-da. O'sha bo'yicha savollar berishadi. Qo'shimcha savollar ham berishligi mumkin. Menda masalan o'shani o'qiganda boshqacharoq savollar ham berishgan. Bittagina o'shani ichidan eslayman savolni. Badiiy asarlar o'qishim yozib ketganman-da men koreys tilida. Qanaqa bo'lgan shu badiiy asarlar, qanaqa kitoblarning nomini aytgan degan o'sha paytda keyin aytib bergan va undan tashqari doimo chagi sogi qismi tushadi doimo o'zingni tanishtir deydi. Bunga 100% bo'ladigan yaxshilab tayyorlanib turish kerak, chunki boshidan agar dovdirab shunga o'xshagan holat bo'lsa, o'zini yo'qotib qo'ysa, oxirgilarida ham anaqa bo'lib qolishi mumkin-da. Birinchi savolga atabi tayyorlanib, keyingisi o'zingiz sizroq tabiiy ravishda gapirib ketishingiz mumkin. Keyin yana intervyu bosqichida o'zi nima desam, har xil holatlar bo'ladi-da. U siz u yerda robot emassiz, siz odamsiz. Masalan, men o'zimda internet qotib qolgan. Shunaqa bo'lsa ham o'zim yo'qotmaganman-da. Oddiy o'zimni borimcha mana shu talaba sifatida ko'rsatishga harakat qilganman. Ko'pincha aytishadi intervyuda tabassum bilan qilish kerak dedi. Shaxsan o'zim ham shunaqa qilib topshirganman. Chunki odam juda ham katta bosim bilan o'tiradi. U yerda bosim bilan qanchalik yuqori bo'lsa ham, lekin o'zingizni yo'qotib qo'ymasdan tabassumni saqlab, me'yordagi tabassumni saqlab o'tirib javob berishga maksimalni harakat qilsa yetarli. U hech kim mukammal tarzda javob bera olmaydi. Juda ham ochiq yuzli bo'lish qo'l keladi intervyu bosqichida. Ochiq yuzli tabassum qilayotganingiz bu siz hayajonlanmayotganingizni bildiradi-da. Agar shunaqa tik qarab olib deylik, robotga topshirmayapti-ku intervyuni. Kompyuterda o'ziga topshirmayapti. Odamni qiladi deydi, nimasini oladi deydi. O'shaning uchun yaxshilab o'zini tabiiy tutish kerak. U yerda ham men o'ylaganman boshda, shu so'z menga yordam bergan. Ya'ni ular doimo mukammal, hamma narsani eplagan, nomzoddan qilmaydi. Ular imkon berish xohlaydi. Endi o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlarga. O'shaning uchun ham sen ularni nazarda tutishing uchun o'zing bu haqiqatan ham isbotlagin, o'zing chindan ham mana shu xohlayotganingni shu grant hayotingni o'zgartirib bera olishligini ularga isbotlab bersang, o'zing shunday tutib bersang, ular baribir seni qabul qilish ehtimoli oshadi deb aytishgandan keyin o'zimga tushib, ha bo'ldi, o'zim borimcha ko'rsataman unda deb kirib chiqaman. Shu yerda yana bitta narsani aytib o'tay, ya'niki intervyuga kirishda tayyorlanishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa o'sha study plan bilan personal statementda nimani yozgan bo'lsangiz, o'shanga to'laqonli tayyorlaningizlar, chunki shuni ichidan beradi sizga savolda. Tashqaridan olib, qanaqadir umuman savol bermaydi. Bir ikkita tashqaridan kutilmagan savollar bo'lishi mumkin, lekin to'laqonli 99% o'shaning ichidan bo'ladi. Keyin ikkinchi qoidasi o'sha yaxshi kiyimda, ya'niki yaxshi kiyim degani oddiy oq kofta, masalan, kiyimlarda kiyish
maslahat beramiz. Uchinchisi o'sha tabassum bilan tabiiy ravishda bo'lishdi. Boshqa siri yo'q. Men o'zim ham shunaqa topshirib chiqaman, bu kishi ham shunaqa topshirib chiqadilar. Ya'ni uyda o'tirib intervyu beradi degani bu xohlagan kiyimini kiyib turadi degani emasda, siz baribir ham rasmiy insonlarga ishingizni bitirmoqchisiz, masalan akademik yo'l bo'yicha ketmoqchimisiz, o'shanga mos tarzda bo'lishingiz kerak va o'zingizga qarab chiroyli ahvolda bo'lib kirishingiz ham bu mas'uliyatingiz belgisi aslida. Shunchaki yuzini bundoq yuvib kirish ham bor, lekin tayyorlanib, u uchun hayajonlanib, yaxshilab tayyorlanib kirish borda va bu narsalarga juda ham yaxshi baholanadi. Chunki koreyslar o'zi umuman hamma yoqda mas'uliyatli insonlarni yaxshi ko'rishadi va o'shaning uchun ham demak har bitta detalingizga hujjatlaringiz bo'ladimi, tashqi ko'rinishingiz bo'ladimi yokida intervyu topshirishingiz bo'ladimi, juda ham kuchli mas'uliyat bilan tayyorlanishingizni tavsiya qilaman. Rahmat. Endi va nihoyat 3-bosqichga yetib keldik. Agar ko'plar bilmasa, shu narsani yana aytib o'tay. GKS grantini 3 bosqich bo'ladi. Birinchisi, demak, hujjatlar saralash bosqichi. Saralash bosqichidan o'tganingizdan keyin intervyu bo'ladi. Intervyudan o'tganingizdan keyin uchinchisi sizni tibbiy ko'rikdan tekshiruv bo'ladi va bundan o'tganingizdan keyin to'rtinchisi hujjatlaringiz, ya'ni GKS grantini moddiy tomondan ta'minlaydigan NEET tashkilotiga yuboriladi. O'shalar sizni hujjatingizni qabul qilib, hamma narsani ko'rib bo'lganidan keyin sizga viza uchun taklif xati keladi va o'shandan keyin vizaga topshirasiz va viza sizga chiqadi. Taklif xati bo'lgani uchun chiqish ehtimoli yuqori, lekin bu degani taklif xati bor 100% chiqadi deb ham o'ylamanglar. Chunki kim eshitganman, chunki tanishlarimda agar sizda qanaqadir muammolar bo'lsa, avval Koreyaga borib kelib qanaqadir muammo bo'lgan bo'lsa yoki O'zbekistonda sizning muammolaringiz sud bilan bog'liq qanaqadir qonunbuzarliklar bo'lsa, hammasi ko'riladi bu viza chiqish jarayonida. O'shaning uchun harakat qilinglar, nima dedi, ortiqcha boshqa narsalar bo'lmasligiga. O'shandan keyin sizga viza chiqib, xudo xolasa Koreyaga kelish uchun aviabiletlarni olib berish uchun ular sizga xabar yuboradi. Shu yerda tibbiy ko'rik haqida ozgina yana to'xtalib o'taylik. Sizda tibbiy ko'rik qanaqa bo'ldi? Qanaqa tekshiruvlardan o'tdingiz? Tibbiy ko'rik bo'yicha o'zi shu vizaga topshirish jarayonimizda adashmasam tuberkulyoz bo'yicha topshirganmiz, lekin bir kunda o'z ishimiz bitgan. Nima deydi, juda ham bir jiddiy, xavfli emas, faqat o'sha bo'yicha, qolgan sog'lig'ingiz bo'yicha anaqalar bo'yicha olishmaydi. Ya'niki o'sha faqat sizni tuberkulozdan tekshiradi. U tuberkulozda ham o'zlari qaysi ikkita joydagini, O'zbekiston Toshkentdagisi ikkita joydagini faqat qabul qiladi. O'sha joyga borib topshirasiz tekshiruvni va o'sha yerdan keyin sizni hujjatlaringizni keyin vizaga topshirsangiz bo'ladi. Shunaqa. Shunday qilib, bizani GKS bo'yicha suhbatimiz tugadi. Endi navbatdagi savol, Koreyaga yetib keldingiz. Sizga aviabiletlar olib berishdi. Koreyaga kelganingizdan keyin ta'limda siz eng katta nima farqni his qildingiz bu yerga kelib? Koreya ta'limini men endi hamma drama ko'radi-ku, bari koreys tilini o'rganadigan o'quvchilar yoki kinolar ko'rishadi. Bilsangiz, maktablarida hammasi testda yechayotgan paytda burni qonagan paytlarni ko'rib, men ham shunaqa o'qiymanmikan deb o'ylaganman-da, rosa ham. Lekin aslida universitetda nisbatan tizimi erkinroq bo'lar ekanda. Hattoki masalan o'zimizni universitet bilan ham farqini shu holatda bilganman. Keyin bu yerda eng menga juda ham yoqqan jihati bo'lgan juda ham do'stona muhit. Ya'ni sizni shu darajada chaqirishadiki, talaba o'rnida emas, sizni ham bo'lajak ustoz sifatida ko'rsatishadi. Birinchi marta esimda Sonsining deyishganda menga, men talabaman yoki menga aytmayaptimi bu narsani o'zida nega meni shunaqa qilsangiz? Chunki hammamiz bir-birimizdan nimadir o'rganamiz deb javob berishganda, shu yerda juda ham katta menga insight bo'lgan. Bundan tashqari masalan professorlarni bilan o'quvchini munosabati tashqarida ko'rsangiz, ular bemalol sizga qo'lini bunaqa qilib, samimiy jilmayib ketishadi. Juda ham yaqinlik beradi-da shu narsa va bemalol o'zingizni tortinmasdan namoyon eta olish imkoniyatingiz oshadi bu yerda. Undan tashqari kanikullari masalan o'qishdan tashqari ham haftada dars soatlari nisbatan kamligi ham nima deydi, qo'shimcha boshqa ishlaringizni bemalol qila olishligingiz ham jihatidan ustun deb o'ylayman bu narsa. Ya'ni ko'proq o'quvchini o'ziga beriladi, amaliyotga beriladi-da. Faqat nazariya bilan nechadir soat ko'p vaqt anaqa qilmaydi, qo'yib sizni majburlab o'tirmaydi. Ko'proq o'zingiz istingda, o'zing ishlaysan degan tizimda erkinroq qarashadi va bu jihatlari bilan menga juda ham yoqqan. Va bu narsani sizni o'zingizga to'laqonli tashlab qo'ymasdan, istalgan vaqtda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, professorning yoniga borib, uni so'rab, yordam olishingiz mumkin. Undan tashqari yana bu kechki ovqatlarni ham alohida aytib o'tishim kerak. Koreyada xrishik deyishadi. Buni talaba, ya'ni professor o'zini talabalariga,
ya'ni universitet hisobidan qanchadir miqdorda berishadi va oyida masalan 1 marta yoki 2 oyda 1 marta ularni talabalarni to'plab professor birgalikda ovqat yeyishadi. Koreys ovqatlari deylik yoki o'zbek ovqatlari bo'lishi mumkin ba'zi holatlarda eshitganman. O'sha muhitni o'zi ham, ya'ni ustoz bilan birga ovqatlanish, talabalar bilan birga ovqatlanish kursdoshlari bilan ancha yaqinlikni oshiradi-da. Do'stona muhit, yaqinlik. Siz juda ham chiroyli xotiralar qoladi-da sizdan. U mana shunaqa bo'lgan deb ertaga bundoq qarasangiz orqangizga yaxshi bo'lgan ekan deb o'ylaysizda shularni. Men masalan agar ertaga universitet O'zbekiston ta'lim tizimida ham mana shunaqa do'stona muhitda ko'proq, hozir ham do'stona, lekin aynan Koreyadan o'rganadigan narsalarimiz bor deb o'ylayman ta'lim tizimimizda. Professor bilan o'quvchi o'rtasida ham munosabat. Bizda ancha anaqa-ku, juda ham nima deydi, sal qiyinroq masala, chegarali bo'ladi. Anchagina yondasha olmaysiz, boringizcha aytolmaysiz, lekin bu Koreyada shu jihati bilan ajraladi. To'g'ri. Navbatdagi savolimiz ota-onalar haqida savol. Bu juda ham ko'p qizlarning og'riqli nuqtasi, ota-onalarning ham og'riqli nuqtasi va juda ham o'zimga ko'p kelgan savollar. Ya'niki qizlarni nega ota-onalar chetga yuborishga qo'rqishadi qizlarini? Endi baribir ham bilasiz, qiz bola o'zi o'g'il bolaga nisbatan nozik deyishadi va ruhiy jihatdan ham ularga ko'proq e'tibor kerak. O'shaning uchun o'zi tasavvur qiling, gulday o'stirishadi-da hammamizni qiz bolani. Shu holatda chet ellarda, bilmagan yerlarda qarab qilishadi deb haqiqatan ham o'ylashadi va bu ota-onani qo'rquviga 100% to'g'ri deb qarayman. Haqiqatan ham oson emas bu narsa ular uchun. Lekin agar aynan o'zlarini bergan tarbiyasiga ishonishsa, qizlarini O'zbekistondagi xatti-harakatini kuzatib xulosa qilsa, chet el hech qachon insonni o'zgartirib yuboradigan joy emas. Chet el insonni asl yuzini ko'rsatadigan joyda. Ya'ni bu yoqqa kelib o'z-o'zidan muhitga qo'shilib ketmaydi. U insonda tabiiy o'zida bo'ladi va bu narsani ota-ona ham adashmasa, masalan, kuzatadi-ku, o'zi qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun men birdaniga masalan bakalavrni o'zidan emas, agar juda ham qo'rqayotgan bo'lishsa, bakalavrni O'zbekistonda boshqa bir shaharda qo'yishib, keyin o'sha yerda o'zini qanaqa tutyapti qizi, shu xatti-harakatiga qarab keyin yuborishsa ham bo'ladi. Va undan tashqari masalan grant iloji boricha qizlarni o'zi ham faqat anaqa ikki taraflama chiqadi-ku. Ota-onam qo'ymayapti degan anaqalar, balki moliyaviy jihatidan anaqa bo'lishligi mumkin, ota-onada o'ylov bo'lishligi mumkin, to'g'rimi? Chunki bu yerda kontraktlar qimmat-ku O'zbekistonga. O'shaning uchun qiz bolani o'zi ham ko'proq harakat qilib, o'zini chiroyli tutib, o'zi xarakteri, tarbiyasini, masalan, men o'zim bo'laman, hamma yoqqa borib, hech kim menga ta'sir qila olmaydi, o'zimni ham bordim. Masalan, ota-onasiga shu narsani sezdira olsa, ota-ona ham menimcha bemalol ishonib qizini qo'yib yubora oladi. O'shaning uchun ham bu narsa avvalo birinchi o'rinda to'g'ri tarbiyadan boshlanishi kerak. O'zini tarbiyasiga ishonsa, ota-ona bemalol qo'yib yubora oladi va farzand ham ota-onani ana shu ishonchini umuman hech qachon tushirib qo'ymaslik uchun maksimal harakat qilishligi kerak. Ikki taraflama. Chet el lekin hech ham bu yoqda xavfsiz joy emas. Chunki kelib ko'rganman, naborot masalan, juda ham bu yoqda xavfsizlikni ko'proq his qilaman. Aynan Koreya holatini o'zida realni hamma yoqda kamera bor, hech kim hamma qonunni biladi. Hech kim sizni o'z-o'zidan kelib gap otmaydi yoki hech kim sizni hech qayerga olib ketmaydi. Faqat qiz bolani o'zidan talab qilinadi, o'ziga to'g'ri bo'lib yurishlik va har xil misol uchun o'ziga xavfli davralarga bormaslik. Qolgan jihatlari menimcha juda ham masalan Koreya juda ham xavfsiz davlat. Qizlar uchun bemalol o'qish uchun nomer 1 davlat deb bilaman. Kechasi ham masalan yurganda hamma joyda kamera ishlaydi va u yerda hech qanaqa xavotir yo'q. Juda ham qizlarni anaqasi xavfsizligi yana umuman juda zo'r qaraladi qizlarning xavfsizligiga. Siz o'zingiz ota-onangizni qanday ishontirdingiz ularga bu qaroringizni aytganingizda qanaqa qabul qilishgan? Ha. Endi boyagi bekor tarbiya borasida qilmadim, ya'ni ular yoshligimdan mana shunaqa ishonch bilan o'stirishgan. Bemalol ilmga desam, deylik o'yin kulgi davrasiga qo'yishmasdi. Ilmga desam, lekin xohlagan yerimga meni yuborishganda, ya'ni masalan tuman markazi bo'ladimi, lekin qo'shni qishloqdagi dugonamnikiga qo'ymasdilar. Ilm desam, hech qayerdan meni to'smasdilar-da. O'shaning uchun ham mana Toshkentda 4 yil o'qiganman, bakalavr bosqichida ham, ana shu yerda ham masalan orqamdan hech qanaqa men haqimda bir anaqa noto'g'ri xulosaga olib keladigan gap eshittirmaganim uchun va faqat ilm yo'lini tanlab o'sha bo'yicha qat'iy turganligim uchun ham ota-onam bemalol bu narsaga ishonishgan va plas tarafi deb o'ylayman.
GKS grant albatta, chunki men ularni aytganman. Men grant yutdim, mana to'liq qoplanadi. Masalan, 2 yilga to'liq qoplanadi. Men hech qanaqa yoqqa borib qiynalib ishlashim shart emas. Faqat o'qisam bo'ldi. Mana даже aviabiletigacha menga olib berishadi deganimda, shunchaki, ha bo'ldi, bo'lmasa borib o'qib kelaver, o'zingga ko'zingga qarab deb shunaqa javob berishgan. Rahmat. Siz hozir chet elga kelganingizda, Koreyaga kelganingizda yolg'iz, hech kimsiz kelgansiz va bu narsani siz boshqalar uchun ham to'g'ri deb bilasizmi? Va bu o'zim ham hech kimsiz tanishsiz kelganman. Ko'p qizlar voy tanishim yo'q yoki tanishim bo'lsa o'qirdim degan xavotir bilan ham anaqa qilishadi. Bu qanchalik anaqa xavflimi, xavfsizmi? Tanishsiz ham qiz bola o'zini eplab keta olarkanmi? Mana shu qarorim o'zi meni hayotimda eng zo'r bo'lgan, eng hayotimni yaxshi o'zgartirgan, meni ongimni o'zgartirgan zo'r qaror deb o'ylayman. To'g'ri, boshida siz umuman O'zbekiston bari siz uchun komfortda, Toshkent bo'ladimi yo bu O'zbekiston bari burchagi bilan siz vataningizdasiz. U yerda sizga har doim yordam berayotgan insonlar topiladi, madaniyat bir xil. Lekin bu Koreyaga kelishingiz masalasi butunlay boshqacha. Masalan, o'zimda ham bo'lgan. Endi to'liq moliyaviy jihatdan qoplanadi degani bu siz borib baxtli yashaysiz degani emasda. U yoqda borib o'zini bilasiz, qanaqa bitta shaharga moslashni o'zi qiyin. Ana endi biza bu butun bir davlatga moslashimiz kerak, yangi odamlarni xatti-harakatiga moslashimiz kerak. Bu holatda albatta men ham o'ylaganman boshda. Kelganimda to'g'ri qiyinchiliklar bo'lgan. Qaysi jihatda aynan ruhiy taraflarni o'zingizni deylik yolg'iz his qilasiz, tanishlaringiz hali ko'p bo'lmaydi. Demak, ko'pchilik bu yerda bitta o'zi yashashni tanlaydi. Men ham shunaqa kelganman, chunki onlayn darslarim bor. Bitta o'zi yashash hayoti menga qulay deb o'ylab tanlaganman. Shu paytda men ya'ni his qilganman, hattoki hozir eslab kulaman-da. Aslida bittagina xonadoshingiz yoki bittagina dugonangiz bilan bir piyola choyni birgalikda o'tirib ichishligingiz shunaqa baxtligini o'sha paytda chuqur his qilganman-da. Lekin mana shu narsa ham sizni juda ham o'stiradi-da. Aslida siz juda ham ruhiy jihatdan chidamli inson bo'lasiz. Ya'ni o'sha paytda hamma ishingiz bankda bo'ladimi, shifoxonada bo'ladimi yoki qanaqadir yerda ham o'zingizni endi bo'ldi hech kim qilib bermaysiz nomingizda. Hamma yerda o'zingiz eplashingiz kerak. Buni to'g'ri boshida qo'rquv bor, lekin bitta eplaganingizdan keyin, meni qo'limdan kelar ekan, to'xta, men o'zim eplarkanman deb bu juda ham sizga erkinlik hissini beradi. Mana shu erkinlik hissi ham hattoki mas'uliyatni olasiz, lekin javobgar shaxs sifatida hamma narsani o'zingiz qilib, lekin erkinlikda ham o'zingizni bo'yningizda hamma nima deydi, hayotimni o'zim kapitaniman deydimi? Xuddi shunaqa bo'ladida. Siz bu yerda juda ham ulg'ayasiz. Mana shunaqa. Bitta shaxs sifatida mustaqil bo'lib shakllanasiz. Men har bitta qiz bolaga, har bitta o'zbek qiziga mana shunaqa yo'lda masalan agar bosib o'tishlarini, o'zlarini jur'ati yetishsa, irodasi yetishsa tavsiya qilardim. Bu juda ham chiroyli yo'l. Qiyinchiliklari bor, lekin oxiri go'zal. Rahmat javoblar uchun. Mana siz endi chetda ancha vaqtdan beri, 2 yildan beri o'qiyapsiz. Qanaqa fikrga keldingiz? Qiz bola ta'lim olishi qanchalik muhim ekan? Qiz bola ta'lim olishi bu nima hayot masalasi deydimi? Hayot va mamot masalasi. Hayot mamot deganda suv bilan havodek zarur deydi. Ana shunaqa qarayman men o'zimda. Chunki bilasiz, baribir oiladagi asosiy ma'naviy muhtam ayol kishini qanchalik o'qimishliligi, qanchalik farosatliligi bilan bog'liq va aynan qiz bolani o'qishligi bu mayli oila anaqasini qo'yib turaylik, o'zini bitta shaxs bo'lish uchun bu juda ham muhim. Nega? Chunki u endi masalan yetaklama deydimi? Ana shunaqa inson pozitsiyasida bo'lmaydi. O'zini mustaqil qarashi, fikri bo'ladi, uni qo'lidan keladi. U ko'pchilikni masalan ko'radi, yo'llarni bosib o'tadi ilm orqali. Va shunda hayotidan qoniqishi oshadi-da. Ya'ni har bitta inson bu hayotda shaxs bo'lsagina o'zini yo'lini topa oladi. Shaxs bo'lib, qiz bola ham xuddi shunaqa. Masalan, u endi bog'liqlik hissini his qilishi kerak emas-da. Qiz bola baribir ham o'qish orqali o'zini masalan nima xohlashini hayotda kimga yo'q deya olishlik, kimga ha deya olishlik, ertaga farzand tarbiyasida ham qanaqa bo'la olishlik, u to'xtab qolmaydi, u stressga tushib qolmaydi. Agar tushgan paytida ham u qanday chiqishni biladi-da. Ilm bu har bitta o'zi inson uchun, ayniqsa qiz bola uchun yechimi uchun katta bo'ladigan kalitni o'zi faqat ilm shu. Shunaqa. Va shu borada yana aytib ketmoqchiman. Kelaman faqatgina bu deylik Koreyaga kelishimdagi eng masalan menga ustun bo'lgan taraf, men o'zim ustimda ishlash imkoniyatidan vaqtim oshganligi bo'ldi-da. Ya'ni men endi faqatgina shu koreys tilini o'zi yo'nalishi bilan emas, aynan
o'zimni ustimda ishlash, masalan, psixologiyani o'qish bilan ham ko'p shug'ullanyapmanda. Ana shunaqa o'zimni o'rganish bilan ko'p shug'ullanganim uchun ham bu hayotimga juda ham chiroyli, yoqimli ta'sirlar beryapti. Shuning uchun ham men faqatgina o'zini sohasidagina rivojlanib qolmasdan, aynan o'zini anglash bo'yicha ham o'qishlarini tavsiya qilardim. Shaxsiy rivojlanishda hech qachon to'xtab qolish kerak emas. Rahmat. Endigi savolimiz, chetga kelib nima topdingiz va nima yo'qotdingiz? Yo'qotgan narsangizdan afsuslanmaysizmi? Xo'p, yo'qotgan narsam faqatgina oila, yaqinlar bilan vaqt o'tkazish, yaxshi kunlarida masalan yonida turolmaslik degan narsalar bo'ladi. Lekin bu narsani ham men yo'qotish yoki afsus deb hech qachon o'ylamayman. Hali inshaalloh bari vatanimiz O'zbekiston. O'zbekistonga qaytar vaqtimizda bu narsalarning o'rnini to'ldirishimiz mumkin. Erishgan narsalarimni lekin hisobi yo'q. Shaxsan u narsa kimdir nazdida katta qanaqadir moddiyat bo'lishligi mumkin emas. Moddiyat bo'lmasligi mumkin, lekin meni ichimdagi masalan o'zgarishlar, hayotga nisbatan qarashlarim, aynan ma'naviy, ruhiy jihatdan yana ham o'zimni yaxshi versiyam bo'la olganim bu eng yaxshi ustunligim deb o'ylayman. Erishgan narsalarim mana shu. Ko'pchilik dadil bo'la boshladim, avvaliga qaraganda komfort zonamdan chiqdim. Mana shunga o'xshagan holatlar. Rahmat. Sizning qadriyatlaringiz nima va uni qanday qilib saqlashda davom etyapsiz? Qadriyatim doimo oldinga intilish. Oldinga, chunki men personal statementda ham birinchi boshlagan gapim shunaqa bo'lganda, men doimo har nima vaziyat bo'lsa ham oldinga intiladigan, misol uchun hukumatni boshlaganman. Mana shu narsaga endi shu so'zimni isbotini qilish uchun men har doim ilm olishga, to'xtab qolmaslikka harakat qilaman. To'xtab qoldimmi, o'zimni albatta koyiyman va albatta o'zimni rivojlantiradigan nimadir kurslarga qo'shilaman yoki shunaqa faoliyat bilan shug'ullanaman. Shunaqa. Qadriyatim ilm. Va bu qadriyatingizni haligacha davom ettiryapsiz. Ilm shunaqa. Navbatdagi savolim. Hozirda juda ham ko'p kishilarda internet rivojlanib ketgani uchun ota-onalarda ham, qizlarda ham xavotir paydo bo'lgan, ya'niki chetga ketib qizlar o'zgarib ketadi degan fikr kelib qolgan. Va bu narsaga siz muhit ta'siri deb o'ylaysizmi yoki tarbiya natijasimi deb o'ylaysizmi? O'zi hamma qizlar o'zgarib ketyaptimi yoki-da bu narsa shunchaki internetda ko'rilgan ba'zi bir videolarni dagi shaxslarmi shunchaki? Endi men o'ylamayman, masalan, bilasiz, yaxshi vaziyatlardan ko'ra dramalar doim odamlarning markazida bo'ladi-ku. Deylik, Koreyada masalan yashab yurgan 99 ta qizni chiroyli hayot ko'rinmaydi, bitta qiz o'zini deylik qasd qilganligi juda ham shov-shuv bo'lib bo'ldi. Koreya xavfli davlat ekanligiga xulosaga olib qo'yadi. Men unaqa deb o'ylamayman. Har bitta narsani o'zining sababi bo'ladi. U qizlarning ham o'zining endi sababi bor. Lekin o'ylayman, haqiqatan inson tarbiyasi boshlanish nuqtasi poydevori to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, ming muhitda bo'lsa ham o'sha qiz o'sha muhitdan tezda chiqib ketadi. Ya'ni uzoq ta'siriga borib qolmaydi. Muhitda qanaqa? Har kim o'ziga energiyasi yetadigan muhitga tortiladi. Agar siz yoningizda sizdan qadriyati butunlay boshqa inson bilan siz ortiqcha masalan ko'p yura olmaysiz. O'shaning uchun ham u menimcha hammasi qadriyat va tarbiya masalasi deb bilaman. Bu yerdagi muhit yo'q. Aytyapman, aslini ko'rsatadi-da. Ya'ni ham guruch ko'lmaksiz bo'lmaydi deydi. Bitta kishini qanaqadir holatga tushgan bo'lsa, bu degani kariyerada hamma shunaqa degani emas va o'zini yo'lidan ketib, karyerasi, ilmini davom ettirayotgan qizlar ham juda ham ko'p. Xuddi shunaqa. O'shalardan misol o'zingiz bittasi harakat qilyapmiz. Shu qizlarni o'zi ham keyin ota-onasining tarbiyasini oqlash uchun endi shuncha haqiqatdan ham bizga juda katta ishonch berildi-da. Bitta o'zimizni qo'yib yuborish oson emas. Shuncha oldida o'stirgan arzanda qizini bu yoqqa qo'yib yuborish. Shunda qizlar mas'uliyatlarini his qilishi kerak. Butun bir ikkita anaqaga nima deydi? O'tkinchi bir zavqlagan nisbatan ko'zini yumib va ana shunaqa o'zini to'g'ri yo'lida bo'ladigan bo'lsa, u hayotida hamma narsa yo'li ochilib ketaveradi. Bu vaqtinchalik. Bu yerda baribir ham o'zbek degan biz anaqamiz bor. O'zbeklar bilasiz, eng chiroyli tarbiyalar beradi qizlariga hayo jihatidan, yigitlariga ham. Biz o'sha nomni oqlashimiz kerak-da, bu yoqqa kelib ham. Ya'ni o'zimizga bog'liq hammasi. Hech kim, aytayman, o'zingizda xohish bo'lmasa, o'zingizda chiki nimadir bo'lmasa, hech kim sizni hech qaysi davraga majburlab olib ketmaydi. Majburlab ketmaydi. Iymon kuchli bo'lishi kerak, shunaqa e'tiqodi, qadriyati mustahkam bo'lishi kerak. Maqsadiga qattiq bo'lishi kerak. To'g'ri. Koreyslar deylik, anaqa alkogol ichyapti deb men ham ichib ko'ray yoki boshqa yeyapti deb men ham qilib ko'ray degan narsa bo'lmaydi.
mana shu yoqda haqiqatdan sizni nima deydi e'tiqodingiz ham bilinadida kim nima da e'tiqodingiz shu yoqda ko'p bilinadi va shunda o'zingiz masalan e'tiqodingizga amal qilganingiz sari siz o'zingizni masalan yana ham kuchli inson sifatida his qilasizda chunki O'zbekistonda deylik muhitga qarab hamma shunaqa qiladi siz ham muhitga qarab qilishingiz osonlashadi bu yerda lekin hamma sizdek qilmaydida bilasiz o'zingiz masalan shunaqa holatlarni Koreya ham dinsiz davlat va bu yerda imkoniyat keng, erkinlik keng, lekin erkinlik deganda erkinlikdan to'g'ri foydalanishda ishlatilsa, inson o'zini kelajagini juda ham chiroyli bu yerda qurishi mumkin karyerasini. Har doim inson o'zida bo'lib yurishi kerak, o'zini bilib yurishi kerak. Ana shunaqa. O'zligini bilib yurishi kerak. Shu o'rinda hayo haqida gapirib o'tdingiz. Hayo siz uchun nima? Hayomi? Hayo bu Alloh bergan mana shu asl fitratimizni o'zini xolicha saqlash, pok saqlash, ya'ni har qanday bizga deylik, o'zimizning e'tiqodimizga mos bo'lmagan takliflar bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, hammasini filtr qila olishlik. Har bitta yo'lda qiz bola masalan ota-onasi o'stiradi, akalari yoki boshqasi hammasini biza ardoqlagan gulimizda, o'shaning uchun ham biz shu narsani juda ham chiroyli tarzda olib yurishimiz kerak. Ya'ni hamma yoqda nima deydi? Asraydigan gul degandaqa bilasizmi? Deydi-yu, qirolichasini hattoki qo'lini ushlash mumkin emas deydi-ku. Britaniya qirolicha, chunki ular nimaga qirolicha deydi-ku. Xuddi shunaqa biz hamma davralarga kirib ketishimiz kerak emas. O'zimizni anaqa qiladigan pastga tortadigan muzeyda turgan narsani hamma teginishi mumkin bo'lmaganidek biza shunaqa dur bo'lishimiz kerak bizaga hech kim anaqasi tushmasin mana shu hayo har yerda shu narsani ko'tarib yurishga harakat qilishligimiz kerak biza bitta o'zimiz uchun chunki javob bermaymizda yelkamizda ota onamizni akalarimizni g'ururi ham to'g'ri o'shaning uchun navbatdagi savol o'zimni juda ham yaxshi ko'rgan savolim bu eng otalar qizlarini qaysi ruhda tarbiyalash kerak? Otalarmi? Otalar ularda o'sish, rivojlanishi uchun hamma anaqa imkoniyat qilib berishlik kerak. Hamma imkoniyat. Aytaman, boya haqiqatan ham bizda qattiqqo'l tizim ham bo'lgan, lekin qattiqqo'l tizim aynan nima? O'yin kulgi o'tkinchi havaslarga nisbatan. Lekin ilmga bo'lsa kitob deymanmi, to'lov deymanmi, o'qish to'lovi hamma narsasini qilib berishganda, ya'ni menda otamning aytgan gaplari haliyam qizim yo Amerikaga ketamiz yo Koreyaga ketamiz birga bosib o'qiver o'qishlaringni deb shunaqa ruhlantirib turardi. Men ichimda keta olaman, keta olmayman deb o'ylagandim, lekin baribir mana shu fikrlarini o'zi ham menga kuch bag'ishlardi-da. Ya'ni nasib bo'lsa ketaman haqiqatdan degan shunaqa ruhda chiroyli bir tarbiyaga, ilmga yo'naltirilgan ruhda farzandini tarbiya qilish kerak. Shunaqa ishonch bersa, agar qiziga nisbatan cheklov qo'ymasa, unga nisbatan qiz albatta o'sha ishonchni oqilaveradi. To'g'ri yo'lni bersa, qiziga to'g'ri yo'ldan ketkizsa, qizi o'zi masalan, bilasiz-ku, Toshkentda deylik, mayli, o'rtacha, bu yoqqa kelib hozir haqiqatan ham imkoniyat ko'pda, hech kim bizni ko'rmaydi, o'zbek mana yerda tortib anaqa qilmaydi hech kim masalan, nima desam, o'zbeksan deb aql o'rgatadigan odam yo'qda, hamma o'zini hayoti bilan ovora-ku. Mana shu yoqda ham hattoki ota-onasi ko'rmaydigan yerda ham shu darajada tarbiyani ushlab turish kerak-da. Ota-onasini faqat nazoratida emas, undan keyin bilinadi insonni anaqasi asl qanaqa. Bu tarbiyani qanchalik olganligi, yo'q yerda, nazorat yo'q yerda ham o'zini qanaqa tutishi bilan bilinadi bu narsa. Ishonch berish kerak qiziga nisbatan. Shu ishonch uchun ham ertaga uyaladi. Ishonmasa baribir ham o'ylashi mumkin, qiz bola ham menga ishonmayaptimi deb. Ishonch berish kerak. Mehr berish kerak, to'liqda 100% qo'shilaman. Oilani o'zida mehrni ko'p berish kerak qizga nisbatan ayniqsa. Shunda chetdan mehr izlamaydi, xuddi shunaqa. Oilasidan yetarli, bolalikda yetarli qilib tarbiyalash kerak-da. Rahmat. Endi qo'shimcha savollarga o'tamiz. Siz ham yaxshi ko'radigan K-pop guruhlari bormi va nima uchun ularni agar bo'lsa yaxshi ko'rasiz? K-pop guruhlari men ularni ismini ham bilmayman. BTS degani uchun BTSni bilaman, lekin ismlarini bilmayman va bittagina qo'shig'ini eshitaman xolos. Blackpinkni eshitaman, lekin uni ham hamma qo'shig'ini bilib, boshqa qilib buni qilmayman. Ya'ni ularni masalan konsertlariga boradigan darajada yoki qanaqadir kap idishlarini oladigan, sotib oladigan darajada yoki ularni ideal ko'radigan darajada men yaxshi ko'rmayman. Shunchaki til uchun yaxshi aytgan qo'shiqlarni eshitishligim mumkin, lekin hech qachon masalan odamni unaqa
uppa deyishadi-yu. Unaqa darajada ideal qilish darajasida men anaqa qilish mumkin. Yaxshi emas deb o'ylayman-da. Ular hayotini mazmuniga aylantirib olgan. Koreyaga kelish maqsadlaridan eng kattasi ham qilib olgan. Yo'q, hayotni aslida bunday kichik qilish kerak emas, kichkina maqsad bilan qilish kerak emas. Ular ham oddiy odam, bizga o'xshagan odamlar. Va u kelib o'sha BTS uni hayotini yashab yurmaydi-ku Koreyada kelgandan keyin. Uni BTSdan ham katta maqsadi bo'lishi kerak aslida qizlarni. Shunaqa, chunki baribir ham kelib o'sha BTSga ishongani yoki boshqa BTSda zo'r bo'ladi hayotim deb kelgani uchun ham masalan ba'zilar boshida qiynalgan realitisidan man boshqacha bo'lgan. Kutmaydi masalan men bu reality boshini nima deydi? Haqiqatni aytadigan odamman. Juda ham ideallik kutib kelish kerak emas hech qayerdan. Kerak esa hayotim zo'r bo'lib ketadi. Bunaqa narsalarga erishaman demasdan. Ichki holatingiz zo'r bo'lib kelish kerak. Har qanday vaziyat bo'lsa ham men uni zo'riga hal qilib ketaman, yaxshisiga olib ketaman degan ichki ishonchingiz bo'lib turishi kerak bu yerda. Chunki hamma yoqda o'zini tosh tarozisi bor. Shunday. Da, kichkina anaqalar qo'ymanglar qizlar deydi-yu. Kichkina orzuchalar, BTS ham bo'lsin, orzularingiz bir qismi sifatida, lekin bor butun dunyoyingiz u qolmasin. Shunday. Rahmat. Keyingisi o'z sohangizda davom etasizmi yoki-da o'zgartirish niyatingiz bormi? Ayni paytda koreys tili yo'nalishida magistraturada o'qiysiz va bu sohani davom ettirasizmi? Inson o'zi aslida men avval o'yladim, butun bir hayotida ham bitta kasb bilan o'tkazsa bo'ladi, lekin hozir bilyapmanki yoki shunaqa insonlarni ko'ryapman, butun bir hayotida 5 ta 6 ta kasbni ham gullatgan. Chunki umr uzoq-ku. Biza bitta holatda inson oqar suvga o'xshatadi insonni, o'shaning uchun ham doim o'zgartirib turish kerak. O'zini qobiliyatini anglagan tarzda shunga mos tanlash kerak. Masalan, hozir koreys tili menda bu narsa prioritet, chunki yaxshi ko'raman koreys tilini va dars berishni ham yaxshi ko'raman va hozirgi yo'nalishimda ketmoqchiman, lekin asta-sekin bu sohada ham eng yuqoriga chiqqanimdan keyin narga, ya'ni hozir o'qiyotgan psixologiya yo'nalishida ham o'zimni sinab ko'rishni xohlayman. Mana shunaqa hayotda nima deydi, turfa xil tajribalarni olib, inson o'zini sinab boraversa, hamma yoqda kashf qilib boraversa, hayot ham shunga yarasha go'zal bo'ladida. Eski tos eski tog'ora bo'lish kerak emas, doim yangilanib turish kerak. To'g'ri. Keyingi savolim, o'zingizni 5 yildan keyin qanday tasavvur qilasiz? Voy. Ko'p eshitadigan, lekin uncha anaqa ko'p o'ylamaydigan savolim. Hop, 5 yildan keyin ham tasavvur qilaman. Ruhiy jihatdan men juda ham e'tibor beraman, ruhiy qanaqa ma'naviy o'sishimga. Ancha bundan ham masalan chidamliligim, hayotga qarashim, baxtlilik darajam, chunki baribir ruhiyatga bog'liq insonning baxti ham. Mana shu darajam ayol kishiniki, qiz bolaniki 12 ga o'sadi inshaalloh. Men davom etaman, yana o'zimni anglashni umrim oxirigacha. Va undan tashqari karyeramda ham anchagina o'quvchilarim hozircha masalan 4 gubgacha olishdi birinchi urinishda. 6 gubgacha bir urinishda nasib bo'lsa oladigan o'quvchilar tayyorlaydigan zo'r ustoz bo'lishimni tasavvur qilaman. Va undan tashqari psixologiya yo'nalishida ham ancha oldinga ketgan bo'laman. Sayohatlar borasida ham 5 yildan keyin o'ylayman, nasib hamma davlatga chiqa oladigan moddiy erkinligim bo'ladi. Undan tashqari mana shunaqa ko'pchilik qizlarga, men olganda yoshlarga, O'zbekistonga, naftiga degan ularni ilm yo'lida to'g'ri targ'ibot qila oladigan birorta yaxshi shaxs bo'lishni xohlayman 5 yildan keyin. Mana shunaqa o'zim pozitsiyada tasavvur qilaman. O'zingizni bekat pozitsiyasidan tasavvur qilasizmi? Oila qurish? Oila qurishmi? Albatta. Maybe. Lekin hozirgi anaqamda hozir faqat shaxsiy rivojlanish. Eng asosiy maqsadlaringizdan biri. Asosiy maqsadlarimda. Navbatdagi savolimiz, Koreyaga kelishdan oldin ko'p qizlar juda ham ikkilanishadi, nima olib ketsam ekan, nima bilan borsam ekan degan fikrlari, ikkilanishlari ko'p. Shunda siz nima maslahat berardingiz? Koreyaga kelishdan oldin qizlar o'zi bilan nima olib kelish kerak, nima olib kelishi shart emas. Narsa buyummi yoki? Narsa buyum borasida ham istalgan bu. Balki ruhiy tomondan nimaga tayyor bo'lib kelish kerak? Yaxshi. Narsa buyum bo'lsa, bu yerda ham topiladigan narsada, hattoki arzoniga topolsangiz bo'ladi. Chunki Koreyada narsa buyum narxlari nisbatan arzon, buyon puliga hisoblasa, shu olib keladigan narsasi birinchi o'rinda o'zini qobiliyatlari. O'zini qobiliyatlari til bilishmi? Til bilish qobiliyatini olib kelsin. Iloji bo'lsa, onlayn o'zidan ham daromad qiladigan, ozgina daromad qiladigan darajaga chiqsin. Chunki bu yoqqa kelib, birdaniga sizga pul bermaydi-ku. O'sha paytda sizga baribir ham moliyaviy jihatdan anaqa ishlayotganligingiz qo'l keladi. Ana shunaqa. Ikkinchidan,
agar umuman uyini davrasidan, oilasidan chiqmagan qiz bo'lsa, boshqa shaharga bitta o'zi yoki bir dugonasi bilan yoki o'qiyotgan bo'lsa, nur ustiga nur chiqib, ozroq ko'rishlik kerak. Chunki hammayam bu yoqqa kelib, nima desam, ming grantlar bo'lsa ham zo'r o'qib ketolmaydi. Aynan mana o'zimizni tajribamizdan ham ko'rganmiz, masalan, judayam bilimi zo'r, grantlarni yutdi, GKS berdi, lekin aynan mana shu chet elga nisbatan inson har kimga irodasiga mos beriladi-ku. Ba'zilari ming zo'r qobiliyatli bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin chet el hayotiga moslasha olmaydi. Ular yomonligidan emas, bu ularning tabiatidan. O'shaning uchun ham tabiatini bilish uchun birinchi boshqa shaharga chiqib ko'rsin. Undan keyin bu yoqqa kelib hal qilsa bo'ladi va hamma javobgarlikni o'ziga olsin. Undan keyin masalan oilasi bu yoqqa kelib hech kim yordam bermaydi. Shunaqa narsalarga tayyor bo'lib, kuchli iroda bilan kelishsin. Asosiysi qolgan narsani hammasini topsa bo'ladi bu yoqda. Koreada kundalik ishlatiladigan narsalar uchun Daiso do'koni bor va bu yerda unaqa muammo emas. Shuning uchun ko'p qizlar mendan so'rashadi, "Opa, nima olib ketay, nima olib ketmasam bo'ladi?" deb. Ya'niki kiyimlar ham Koreada unchalik qimmat emas va kundalik xarajatli narsalaringiz uchun ham bu yerdan bemalol topsangiz bo'ladi. Asosan nimani olib kelishda keyingi savolda aytaman. Keyingi savolimiz Koreyada halol ovqatlar topish juda ham muammo. Bu sizga qanaqadir muammo tug'dirmayaptimi? Sizga ham albatta tug'dirayotgani aniq, lekin buni qanaqa qilib yechim qilyapsiz? Bitta mana shu jihatda O'zbekistonda yashagim kelib qoladi-da. Ovqatlar masalasi qiyin. Boshida o'ylaganman, endi bilmaganman bunaqa masalalarni. Koreyaga kelib xohlagancha koreys ovqatlarini tatib ko'raman deb, ramyonlarini, lekin bu yoqqa kelib ko'rdim. Men juda ko'pchilik ovqatlarni biz yeya olmas ekanmiz, sababi ular halol tarzda mana shu ishlab chiqarilmaganligi sababli o'zi hattoki tovuq go'shtigacha biz yeya olmaymiz. O'sha hisobiga ham sal muammo bo'ladi. Ajralib qolishligingiz mumkin va bu ajralishga ham normal deb qarashingiz kerak. Aytyapman, mana shu yerda o'zi insonni e'tiqodi chiqadi-da, qanaqa bo'lganligi mustahkammi, boshqami, ular yeyapti-ku, men ham yeb ketamanmi deb unaqa qilishlik kerak emas. Undan tashqari ovqatlarda masalan o'zingiz kelib o'rganib ketasiz bemalol, chunki masalan suv ovqatdan boshqani bilmaydigan qiz kelib oshnani zo'r qiladigan bo'lib ketdim-da. Boshiga tushsa hamma narsa qiladi inson deydi-yu, o'sha narsa bor gapda. O'zim qilib yeydigan bo'lganman yokida masalan nonlar bo'ladigan bo'lsa, u narsa o'zi sog'lom ovqatlarni ishga amal qilsangiz, o'zi avtomatik hayotingizdan chiqib ketadi. Non yokida og'ir ovqatlarimiz bor-ku, bu sog'liqni ham ozroq o'ylagandan keyin ularni yemay boshlaysiz va sog'lig'ingizga ham yaxshi o'zgarishlar bo'ladi. Ya'niki siz halol foodlarni ko'chadan topib yeyish juda ham qiyin. Lekin hozirda o'zbek oshxonalari ko'paylashyapti. Chunki Koreyada o'zbeklar ko'paygani hisobiga o'zbek oshxonalari ham ko'payapti. Hozirda masalan siz ramyon olib oddiy yemoqchi bo'lishingiz mumkin, lekin ramyonni ham tarkibini tekshirishingiz kerak. Hammasi ham halol emas. Shirinliklarda ham, kofelarda ham hattoki shunaqa muammoli holatlar bor. O'shaning uchun O'zbekistondan kelayotganda asosan ovqatlarni, ya'niki o'sha to'yib yeb kelishni maslahat beraman. Lekin konservalarni olib kelishingiz mumkin, lekin o'sha aeroportda ruxsat etiladigan ovqatlar, ya'ni olib keladigan oziq-ovqatlar ro'yxati bor. Mana shu narsaga amal qilib olib kelish kerak. Chunki Koreyaga aeroportga kelganingizdan keyin ular olib qolinishi mumkin. Shuncha uzoqdan olib kelgan narsangiz. O'sha narsani oldindan e'tiborli bo'lib olib kelishlaringiz kerak. To'g'ri. Lekin baribir ham shu bu yoqqa kelib nimaga tayyorlanib kelish kerak? O'zbek ovqatlarini ko'p yemaslikka tayyorlanish kerak, halol ovqatlar topolmaslikka tayyorlanish kerak. Ba'zi paytlarda siz o'zingiz davrada alohida bo'lib o'tirishingizga tayyorlanishingiz kerak. Lekin bu narsalar katta maqsad qo'ysangiz muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Ovqat emas, u hayot emas buni. Keyin yana shu yerda bitta narsani aytib o'taylik. Ko'p masalan Koreyada ovqat pishirish ham unchalik muammo emas, chunki agar one roomda tursa, ya'ni bir xonali kvartirada tursa, har bittasida o'zini plita joylashtirilgan. Agar yotoqxonada tursa, yotoqxonada ham umumiy oshxonasi bo'lishi mumkin yoki har bitta yotoqxonani ichida o'zini plitali oshxona bor va bundan xavotir olish shart emas. Keyin yana bitta narsani maslahat berardim. Agar yotoqxonada turmoqchi bo'lib keladigan bo'lsangiz, oshxonasi bormi, yo'qmi, mana shu narsani tekshirib keyin kelishni maslahat beraman. Shunaqa ko'pchilik adashishadi bunda. Chunki meni o'zim turadigan yotoqxonamda oshxonasi bor, lekin bu o'zim o'qiydigan universitetimning hamma yotoqxonasida oshxonasi bor degani emas. Shunisiga e'tiborli bo'lib kelinglar.
boshida ko'pchilik talabalar bilmasdan bu narsani keyin ko'p o'zga oshxonalariga ko'p xarajat qo'ygan paytlari bo'lishadi-da. Chunki o'zini hisobidan kelgan kishilar uchun bu albatta juda ham og'ir. Xuddi shunaqa. Tayyorlanib kelish kerak, yaxshi aytdingiz shu qismini. Keyingi va bizning oxirgi savolimiz, Koreyaga kelmoqchi bo'lgan qizlarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Yakuniy sizning maslahatlaringiz. Qizlarga bo'ladigan bo'lsa, doimgidaqa, boyagidaqa o'zini e'tiqodi, qadriyatida agar o'zgarish sezsa, o'sha narsa ustida ozroq ishlashligini, ruhiy jihatdan qanaqadir kurslarda o'qib, o'zini yana ham anglashini, birinchi o'rinda qat'iyatliligi, irodasini kuchaytirishligi, har qanday vaziyatda ham, misol uchun, nima deydi, yengilib, qanaqa qilib qolmaslik va maqsadlari kichkina, ma'lum bir doiralarda bo'lishi kerak emasligini ularni. Bundan tashqari moliyaviy jihatdan ham, masalan, hech bo'lmasa onlaynda o'zini tajribasi, qobiliyatini ishga solgan holatda onlaynda ham ozroq daromad qila oladigan darajaga yetib kelishligini kelib, undan tashqari ham yana qanaqadir o'zini pul topadigan yo'nalishlari bo'lsa, yana moddiy tarafdan qiynalmasligi uchun uni ham rivojlantirib, qobiliyatlarini oshirib, masalan, Rava bo'ladimi, shunga o'xshagan, undan tashqari deylik, ingliz tili, kompyuter qobiliyatlari, ba'zi birlar firmaga kirishni xohlaydi-yu, ofislarga kirishni xohlashadi. Ana shularga agar vaqti bo'lsa, asosiy o'zini sohasidan boshqa qo'shimcha qobiliyatlarni ham anaqa qilib qo'ysa, rivojlantirib qo'ysa, ularga kelib hayotga moslashib ketishligi oson bo'ladi. Shu yerda niqani aytib o'taylik. Masalan, ko'p qizlar o'ylaydiki, faqatgina og'ir mehnat bilan pul topish mumkin deydi. Agar o'zini hisobidan keladigan qizlar bo'lsa, ya'ni kontrakt bilan keladigan bo'lsa, o'sha qizlar faqat shunaqa qilib, qizlar uchun Koreyada ish bormi, qanaqa ish tashlasak bo'ladi, opa degan juda ham ko'p savollar bo'ladi-da. Mana shu narsani ozgina yechimini ham berib ketaylik, chunki buni o'zingizning misolingizda qanaqa yechgansiz? Masalan, faqatgina grant bilan kelgansiz, to'g'ri, lekin bu bilan cheklanib qolayotgansiz yo'q hozir ayni paytda. Bitta anaqani hozir haqiqatni ochaman deydi-yu. Koreyaga mana kelganim 2 yil bo'layotgan bo'lsa, biror marta og'ir ishga, ko'chadagi ishga chiqqan paytim bo'lmagan. Nimaga desangiz, hattoki ishlaydigan ishim menga qanaqadir foydasi keltirsin deyman-da men. O'shaning uchun birinchi yili kelganimda masalan o'zim onlayn o'quvchilarim bo'lgan. Bundan tashqari men ingliz tilini bilganim uchun ingliz tili anaqasida Hakon o'quv markazida bolachalarga dars berganman. Bundan tashqari tarjimonlik yozilib qo'yib, tarjimonlikda ham masalan chiqib qolgan paytlarida shu tarjimonlik orqali ham pul olardim, ham tajriba olardim-da. Juda ham zo'rda. Mana shunaqa yana qizlarni bilaman, ingliz tili maktablarida ishlashadi. Mana shu onlaynda o'zini daromadlari bor. Hamma ham kelib bu yoqda faqatgina anaqa to'g'ri, bu narsani yomon demayman, bu juda ham haqsizlar. Masalan, bu halol yo'l. Halol yo'l, to'g'ri, anaqa o'zlaring uchun harakat qilyapsizlar. Hamma ham ulardek bo'la olmaydi masalan. Lekin bu hayotini doimiy qismi bo'lishi kerak emas-da. Doimo yangi etap bo'lishi kerak. Hozircha mayli shuni kontraktini to'lashni ishlab ko'ray, lekin o'zimni aynan intellektimdan kelib chiqib, yana ham yaxshiroq, osonroq menga naf bo'lsin o'sha o'qitayotgan narsa, anaqa qiladigan ishim. Ham pul olay o'sha deb har bitta kelayotgan talaba shunaqa qobiliyatini topib rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Masalan, o'zimni onlayn darslarim bor. Onlayn dars to'g'ri haftada masalan 5 kun ishlayman, deylik. Ko'p ham, soati ham ko'p emas. 2-3 soat o'tishi mumkin, lekin bemalol talaba tashqarida chiqib topayotgan pulni uyda ham o'tirib topib, undan tashqari o'zimni o'qishim, rivojlanishim uchun albatta vaqtim qoladi. Bu vaqt baribir puldan qimmatda, chunki ertaga o'zi bilasiz, 18 yoshdan hozirgi paytimizdagi ishlarimiz ko'p, anaqa mas'uliyatimiz ko'p. Kelajakda undan ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa qizlarga, ayol kishilarga. O'shaning uchun bizga vaqt berildimi, yetarlicha xarajatlarimizga bo'lsin-da, qolganini ilmga bag'ishlaylik. Mayli hozir nimadir olmaylik, mayli hozir qanaqadir moddiy bir narsani surib turaylik, lekin o'zimizga tikaveraylik, shu narsani baribir anaqasi bo'ladi. Ya'ni foydasi bo'ladi. Ya'niki til bilsa, bemalol og'ir mehnat qilmasdan bu yerda shu tarjimonlik qilishingiz mumkin, yoki onlayn dars berishingiz mumkin, yoki o'quv markazlarida, Koreyada o'quv markazlarida ingliz tilidan dars berishingiz mumkin. Agar IELTS darajangiz 7 dan baland bo'lsa, olish ehtimoli sizda juda ham yuqori. Lekin 7 dan pastini olishi biroz ehtimoldan pastroq. Shuning uchun balandroq bo'lib kelgani yaxshi. Va shu yerda yana bitta narsa, ko'p qizlar ingliz tili bilan bo'ldi deb o'ylashadi. Koreyada agar og'ir mehnatda ishlamoqchi bo'lsa ham, koreys tili kerak. Va agar mana shu Hakon, ya'ni o'quv markazida deyapmiz, mana shu narsada ham ishlamoqchi bo'lsangiz, ingliz tilida ishlamoqchi bo'lsangiz ham, bu yerda ham koreys tilini bilishingiz mumkin. Shunda koreys tili baribir ham albatta
yoqqa borsa ham tili. yoqqa borsa ham Ha. kelib chiqyapti-da. Davlat tili bo'lgani uchun bu yerda muhim hisoblanadi. Faqatgina ingliz tilini bildim, meni yo'nalishimda faqat ingliz tili bilan o'qitiladi deb cheklanib qolmasdan, umuman hayotingiz, o'zingizni xarajatlaringizni qoplashingiz, qo'shimcha pul ishlamoqchi bo'lsangiz ham sizga juda ham zarur til hisoblanadi koreys tili. Yana bitta anaqa tarafi bor. Baribir universitetga kirib, ingliz tili yo'nalishida kirsa ham siz o'qishni bitirayotganingizda kamida topki 4G darajangiz bo'lishi kerak. Bu degan B2 ga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ham kelinglar, mana yerga kelib qiynalib ham o'qimanglar, ham ishlamanglar. Birinchi o'qib kelinglar, keyin mazza qilib juda ishlamaysizlar, undan keyin o'qiganlaringdan keyin vaqtlaringni undan ham zo'r narsalarga sarflanglar. O'zbekistonda bo'lsalaring, mana shu til o'rganishni, tilni zo'r qilishni anaqa qilaveringlar, mashq qilaveringlar. Bu yerga kelib, chunki ko'p narsani parallel olib ketasizlar-da. O'shaning uchun. Qizlarga eng ko'p aytadigan bitta gapim bor, ya'niki qancha qiynalsa ham O'zbekistonda, o'zimizni vatanimizda qiynalsin, kechigib kelsin Koreyaga, lekin bu yerda og'ir mehnat qilmasdan mazza qilib o'qib, chet el hayotini ko'proq his qilishlari. To'g'ri, yashasin. Shunaqa chet elga kelish endi faqatgina yana 24 soat yotib olib o'qish emas-da, bu yoqqa kelgandan keyin inson vaqtini qaysidir qismini sayru sayohatga, masalan, sayohatlar bo'ladi, bu davlat yaqin davlatlarga, o'shalarga chiqishlik kerak yoki Koreyani o'zini aylanadigan joyi qancha. Hayotni baribir bir xil rangda qilish kerak emas-ku. O'zini hobbilarni qilish kerak. O'shaning uchun faqatgina hayotingiz ish va o'qishdan iborat o'qimasligi uchun shunaqa tayyorgarlikni oldindan qilsangiz, keyin Koreyaga kelib bemalol erkin o'zingizni hobbilaringiz bilan, mazza qilgan hayotingiz bilan yashay olasiz. Mazza qilar darajada. Shunday. Bugungi intervyu uchun juda ham kattakon rahmat. Juda ham ko'p insightlar, fikrlar bilan o'zingiznikini bo'lishdingiz. Eng muhimi, sizni bugun juda ham ko'p qizlarga og'riqli bo'ladigan grant bormi degan savolni men o'ylayman amaldagi javobini, yechimini va namunasi sifatida sizni ko'rsatib bera oldik deb o'ylayman va qizlar bundan keyin faqatgina oddiy kontrakt bilan kelmasdan grantlarga ham topshirib, yutib Koreyaga kelishini, O'zbekiston nomini yana ham yuksaklarga ko'tarishiga hissa qo'shadigan umiddaman. Inshaalloh endilikda bilan endi bizning davrimiz kelyapti-ku, O'zbekiston davri. Shu biza harakat qilishimiz kerak. Endi O'zbekiston ko'rsatadigan vaqt keldi o'zini deydi-yu. O'zi genetika yaxshi. Genetika jihatdan. Davom ettirish. Endi bu anaqani davom ettirishimiz bizning qo'limizda. Biz faqat O'zbekistonni nima eng kelajagimizda har bitta kelayotganimiz bu Koreyadan zo'r tajribalar olib, o'zimizni o'zbek sifatida zo'r namoyon qilib, mana shu Koreyani o'zida ham intellektimiz orqali yaxshi qilsak, ayniqsa qizlar, bu yog'i ham zo'r bo'ladi. Qiyinchilik yo'q, o'rtoqlar. Faqatgina biz shu narsani o'zimiz tanlab qo'yishimiz mumkin, bilar bilmaysiz holatda. Sizlar lekin mana bugun sababchi bo'ldik, ba'zilarning fikrlarini o'zgarishiga, yangi xulosalar olishiga. Shundan anglab boshlasanglar, xudo xolasa ishlaring yaxshi bo'ladi. Sizga ham rahmat. Rosa savollaringiz menga yoqdi. Ancha qizlarga ko'p narsalarni ochib bera oldik. Savollaringiz natijasida endi xudo xolasa ularga foydali bo'ladigan umiddamiz. Eng muhimi qizlar qo'rqmasligini so'raymiz. Imkoniyat doim bor. Alloh ilm yo'lidagi insonni har doim o'zi yo'lini ochadi va o'zi himoya qiladi degan fikr menda juda ham kuchli. O'shaning uchun ota-onalar ham shunaqa agar ishonib, Allohdan duo qilib farzandlarini ilm yo'lida chetga qo'yib yuborishlari, men o'ylayman, yaxshi bo'ladi. Faqatgina shu duo qilib tursa, Allohga o'ziga ishonib topshirsa, ularning xavfsizligini Alloh o'zi ta'minlaydi deb o'ylayman, ilm yo'lida bo'lganligi uchun. Rahmat Tashrifjon, yana rahmat kattakon, sizga ham mazza qildik.